Hammaga salom do'stlar, bugun biz sizlar Kartini kameradan bugun biz sizlar bilan o'yin ana 12 qismini olamiz. Qanday bo'lmasa ketdik. Ishtonim yirtilmaganmi qara? Yo'q. Qaravor bitta. Hozir kamerani to'g'rilab olay. Yip. Bo'ldi. Ket. Ishtonim yirtilmaganmi qara? Yo'q. Qara bitta ko'rsa. Mana yirtilmaganmikan? Yo'q. Ne ketdik. Ya onu oqishloqni oldiga olib kelaylik yigitchi. Uy kattaligini bilasizmi? Yugur. Mana buncha tez yurasizdan. Oqishloqni mashida. Ha, mashaq. Hech nima yo'q bu yerda. Men aytdim senga uka, qara. Anu muz ba'zi uylarga kirganimizda ba'zi uylarda ham yo'q shunaqa. Shunga o'g'irlab ketishayotdi. Kravatlarni olib ketayotgandir. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ketdingda. Ye, qishloqlar, qalisalar, zo'rsalar. Qishloqning ruhimi? Qoch qishloqning ruhi bor ekan. Qochding men uyimga. Nima Qochib ketdimmi? Hozir xina quliydi. Qulamayapti cho'ti. Boshqa yangi kelgan qishloqlarga ham aytish kerak o'rtoq. Aytdingiz. U yangi keldi kecha. Siz ko'rmadingiz? Yangi kelgan qishloqlarga ham aytish kerak. Qishloqqa ham yangi keldi. U boshqa qishloqning ruhi. Kimiz bilmaymiz. Ketdik. Amalki tema kimga? Yur cho'kan qilichoq o'zing bilan bitdi. Qilichim uyda-yu katta olaman. Shu uyingga yurindi. Kir. Kimdir tashlan qolsa uramiz. Hopma yur. Ketdik. Ketdik. Tur. Ketdik. Muncha tez yurasiz? Maza qilib ketamiz. Patapim. To'xtang. Qoching. Obunachilar. Etimni kekaman bo'lma. Bo'l, kilitim oldim. Oldingmikan? Da ketdim. Ketdik. Men bu Obunachilar sizlardan like va podpiska so'rab qolaman. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Mana o qishloq chetroga tep qo'ymasin. Men sizlarga bitta narsani aytayman. Aytchi. Qara bir marta bu yerda Behruzni O'zim aytaman, tushuntira olmaysiz. Bitta babula yashagan ekan. U babula o'rmonga ketgan ekan. Keyin 5-6 yildan keyin qaytmagan ekan. Keyin qishloqqa aytib berdi-da, keyin kechqurun kimdir yordam beringlar dedi. Borib qarasa o qishloq ekan. O qishloqni o'ldirib ketdi. Men bir ruhi ehtiyot bo'linglar. Sizlarga ham kirolmasin bu ruhi. Xo'pmi? Hop. Ehtiyot bo'lamiz. Qishloqqa men bo'lishdan emasman. Nima deysanlar mana ishni? Men bo'lishdan emasman. Turbish oldim bitta bo'lgan. Ben buni o'rnida bitta babula yashagan ekanda. O'shani o'rniga keyin bu ko'chib kelgan Behruz. Keyin o qishloq aytib bergan. Keyin Merri ham o'ldirgan ekanda. U Merri ham o'lib ketganda o'sha. Nima edi? Qo'rqib ketdi uni. Kelgan ekanda, brachka, sen ham ishlayapsan. Kelgan ekan, keyin o'lib kechqurun men ukam uyda yashaydi. Ukam, yur men uyimda yashaysan dedim. Keyin xullas kechqurun nimadir yordam beringlar deb qishloqqa baqirdi. Keyin oldiga borib qarasa, qishloqning uyida hech narsa. To'xtab. Ehtiyot bo'lib yuringlar. Bo'pti, men ketdim uyga. To'xtab endi akaman. Menga kimdir o qishloqi bilan gaplashyapti. Qoch. Ye, qoch uka. Ichingga ruh kirib oladi. Ruhi bor uni, ruhi. Kir. Yoping. Uyingda svet yo'q ekan. Svetim bor uyimda olib beraymi? Okey. Svetingizni ko'tarib olib keling. O qishloqdan qochlaring. Men seni gapingga ishonmayman, men gaplashiraman. Qoch hozir. Orqamdan qo'llab o'ldirishi mumkin meni. Qoch. Ichimizga ruh kirib olishi mumkin ekan bizani. To'g'ri.
Stop to'xtama. Menga kimdir telefon qilyapti. Alo, nima deysiz? Yordam, help me. Qara qayerdan hech kim telefon qilmaydi-yu. Bizani qishloqda hech kimda telefon yo'q. Esimdan chiqdimi? Demanda. Ya qishloqqa nima qilsan? Menga nimaga qilding? Qishloqda qo'rqib yashashga kiradi. Mayli, tur. Lekin eshikka chiqma, o'lyapsan. Alisa akam qo'shib turchi fonar olib keldi. Men qishloqqa kiribdi. Nimaga deganda ana oq qishloqdan qo'rqitdi-da, bechora. Ukam bizani ana nima edi? Ha. Qishloqda telefon yo'q, esimdan chiqdimi? Ha, esimdan chiqdi-yu. Menda telefon bor, nimaga O'lib ketganu. Yoki o'sha telefonni topib deymi? Ha. Ajin hazillashma. Men o'z bilan olib ketgan telefonni ularga osmonga. Bo'pti kamma uyingga. O'rtachi. Rahmat aka. Yu. O qishloqqa hammani jin o'ldirmoqda. Nima bo'las? Eshikni yopayotganim tegib ketdi senga. Mayli. Bo'pti kamma sekin uyga ketavering. To'xtang, ana bolani solib kelayman. Qishloq. Yopishmalari yo'q, qishloq o'ldiradi hammani. Ha. Ama boyagi bola saytmasmi? Maniki nima edi? Ha, bilmayapman. Ha, yangi ko'chib o'rtoqsa, nima edi ismi? Mehros? Mehros UZB. Oldinlari bu yerlarda kimdirlar yurgan o'zi arvohlar. Bilaman, men o'zi aytib bo'lgan ekan. Bo'pti-da. Uxlagim kelmayapti-da, shu uxlagim kelmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Demak, oq qishloqdan qochishimiz kerak-da. Unda qochib ketaman. Nima qilsam bo'lar ekan? Ana oq qishloqqa hammani o'ldirmoqchi. Men uxlayman. Bo'pti, uxlab qo'yib. Hamma yana hammamiz yana bir bor. Qishloqqa nimaga bo'pti deb adam? Kecha tursa bo'pti o'zi. Yo'q, gapirmay turasga. Nima dedi? Senga deydi. Demak, uni oq qishloqqa jin urgan. Yo'q, yoniga borma, jin uribdi uni. Yo'q, Bor, uyingga ket. yo'q. Urma. Kam endi. Sen odam o'ldirding. Hamanda emasku ayib. Sen jinoyatlik qilding. Endi militsiya kelsa o'lasiz. Militsiyalar o'zi o'lib ketgan, oyoqqa deb. Yo'q, militsiyalar bor, endi o'lasan ukam. Farq ko'rmanga. Keldimi deyman. Kecha urgani. Yo'q-mo'yo. Men sikinim zo'rman sanikiman. Orqasini ham ko'rsataymi? Mana kechagi anomizda ko'rsatdimmi? Videomda. Jinnimisiz? Ko'chaga chiqayotgan. Qoch endi oqishloq. Qoch. Opa eshik yoping. Eshik yopib qo'yamiz. Oqishloqqa yuribdi. Qanday qochdi ukam? Jimda nimadir ovoz chiqyapti. Qara eshitgan. Eshitolmayman. Nimadir damlama qilyapti. Qishloqqa kir. Obunachilar buni hal 3-qismi ham chiqishi mumkin chiqadi degani. Lekin videoni vaqtida tugatmayapman. Hal tugatmaymiz videoni. Katta nechida? O'rmonga borib kelamizmi? Ya, o'lib ketdi-ku. Yo'q, o'rmonga boraveraylik. Qara ket. Kichik o'rmonga. Yur. To'xta. Yur. Qochdi. Ye, qoch. Qochdi bu qishloqdan qochib ketamiz. Yur, aylanib kelaylik boshqa yo'llarni yuri. Alo. Katta. Voy, sug'ib ketdim. Kechqurun poylab turamiz nima qilishini. Daysekin ketaverdik. Men bir marta o'tda yurganlarimda-chi, bir ana Ramog'iz topgan edim. Oqishloq aytgan edi. O'sha u katta yasasini bilib oldim. Qiladi. Qoch. Kimdir kelmasin.
Cho'tka jinnimisiz? O'zimizga mana shu yerdan bitta boshpana qilib ketishimiz qilib De. Biz videodagilar qo'rqib bosayotgan bo'lsa, kommentga like bosinglar. Videoga like bosinglar. Kommentga yozib qoldiringlar. Qo'rqdimmi, qo'rqmadimmi yozib qo'yinglar. Daraxt chopish o'rgansan ham uy qurib qochib bir kun yashab qolamiz shu yerda. Ertaga uyga ketamiz-da. Mashina uchun hozir masjidda. O'ylab o'tiramiz kimlar borligini. Uyda hozir masjidda tugatib olmaymiz. Videoni nimaga desanglar, bu joyni ko'rishinglar kerak. Yomon qiziq joy boshlanyapti o'zi. Eng qiziq joy boshlandi do'stlar. Senga videodan chiqib ketmanglar. Agar o'tkazib olgan odam bo'lsa, o'ldiraman. Qochi. Qochadaman. Menga aytsan uka? Yo, mamda belki aytaman. Jinni bo'lganman, men yonimga keldim. Kecha mahallada shapalarni yurgan. Bugun Instagramda bashara tashlagan. Sizlar Bo'ldi uyga qaytur. nega? Shuncha bo'psan? Shuncha. Shu uyga qaytur. Kichkina uy qilamiz o'zi. Da, poylab o'tish uchun. Men qo'yganni loydan quraman. Nimasiz? Bermang undan daraxtlaringni. Olmabga tashiyman. Tashiyman. Mana oling daraxtlarni. Do'stlar, skini ko'rsating o'tdilar, davay ketdi. Mana skini hamma aytayotgan edi. Kim aytdi xaluka? Aytdilar. Menda emas-ku ayt. O'zlari aytdi. Uyjonim. Qo'rqmadi boraman. To'xting, mamnun. Sizga men sovg'am bor. Bilamizda. Ko'z kesib o'tirdi o'zi. Men sizga sovg'am bor. Men sizga uyga tashlab qo'ydim sovg'amni. Nima qilsam bo'ladi men? Nima qilsam bo'ladi men? Nima qilsam bo'ladi? Ukam gapirib o'yna. Edi. Hey. Aka, tomaga o'siz o'zisiz? Akam bilsanglar avvallar ben skillar bor edi. Hammaga yangi yil bilan yangi yilda hammani tabriklayman. Yaxshi o'tsin. Nega ungacha bizga 100 mingta bo'lmadi-yu? Bitta daraxt olding, bir aytishga to'g'rimi? To'g'rimi? Hozirgina buzildi, yo'qolib qoldi. Normal videoni, uka. Demak, mashina menga bering taxtani. Qo'chi. Taxtani menga bering. Ana o'tiramiz shu yerda endi. Eshik nima qilamiz? Eshik problema emas, kirdi uyga. Kech bo'lsin, masjidda o'tirib kutaman men. Akam o'qiyman. Men aytdim, buzaman blok chiqadi. Kula bo'lmas ekan. Qanaqa qilamiz shunda? Shunda mana o'shani o'ylab o'tiribman-da. Qayerdan o'ynatdi. Bo'lmaysiz dunyodan. Men ketib qoldi. Nima qilsak bo'ladi ekan? Qattan bilay. Baqirmay ayt shuni. Masjidda Beparasat bo'lma. Masjidda 2 o'yinga bo'ldi. Bu masjidda poylab o'tiramiz. Tashki. Aytgancha. Nima qilish kerak? Masjidda ikkalasimiz bo'lmaydi-da. To'sni aytsam bo'lmaydi. Sen yana shukan molga aytolma. Deydi. Bo'ldi, poylab o'tiramiz ukan. Qarab o'tiringlar. Bu yoqda qaragandan foyda yo'q. Uyga ketamiz. Uymi?
Ketdikmi? Ana musur narsalarini tashib uka. Mana musuni. Loy narsalarini keyin qishloqqa keyin. Loy narsada o'ynama uka. Loyman, tashimanman. Musur narsani polniy tasha. Ya mol seni de buldum ko'rding? Go'shingni bir joyingga tiqib ol uka. Ye bile. Qattan bu. Bilmayman. Ey, Bo'pti ukamman, ketdim uyga. bo'pti, takladim manam. Mana kim qilibdi? Ha, usta chaqirganingda qilib berdimi? Ha, dad, kibibdi. Rahmat, o'zi uyimga chiqish qiyin bo'lyapti. Mahkam qo'yib ketibdi-yu. Nima yaqin qo'yibdimi? Nima? Aka. Ana o'tgan qo'yibdi, ana. Qatga. Ha, ana, ko'rsatami? Ana men aytgan yurdi. Shu? Bo'pti ukamman uyga. Bo'pti. Hi, goodbye. Ana ustalar pulini berishga Nega bir kechqurun bo'la. Ustalar pulini berishga hali. Zo'qa, uyimda o'ynayapsanmi? Ha. Nima kerak senga mendan? Uyimdan ketishga endi oldi ona. Ket. Obunachilar bilan hozir uyda emas. Mana narsalarimni ikki chiqishim kerak. Uka bizmi? Sen go'shti nimaga kelding? Bor ekan, menda hozir nechtanim bor. Ana o'qishloqdan bekitib berdi, o'qishloqi. Sen qilgan ekan. Nima qildim bilasan? Tak. O'zi kecha damlama toza bo'tibdi yana. Qo'yaman, yo Toshkent. Akamga aytsin kerak, qochinglar. Keldim akam yoniga. Aka? Ha, akam. Ana oqsoq bor. Ha, u satchi sehrga ekan. Nima? Da sehrga ekan. Ana go'sht aka bor-ku, bilsiz. O'sha aka aytib berdi menga. Nima? Kecha damlama tayyorlab o'tiribdi yana. Balki u seni o'ldirmoqchidir. Deb to'g'ri. Meni uyimga kirasan, o'zingizgami? Yo, sizniki hammanikidan zo'r. Lekin men o'ldirganlar yomon bo'ldi-da. Uxlayman men do'kon. Mazza qilib uxlayman. Ana aytadi. Sekin poylab yiqilishini ol. Qiladim mana bu. Kimdir tashlansa. To'xta. Shin bo'lib ketadi o'zi. Oqsoqi bu. O'zimga tushundim. Okay, qaytgin aka. Ular nimadir qilyapti, sekin. Majlismi? Majlis? Sekin. Men aytgan orqamdan men aytgan. Mashtiya yana tushib ketdim. Kim aytgan. Mana masjidga kiramiz deysiz. Ana oqsoq ana. Sani uyni sehrlayapti shekilli. Ketdi. Kecha aytdi-yu sani. U qanaqasiga tirilgan menga qarada. U qanaqasiga tirilgan bo'lishi mumkin? Ana oqsoqdan so'ylik ana. Yur. Sakasiz bilasizmi? Bo'ldi. Ana qanaqa tirilganini bilmaysizlarmi? Yo, biz bilmaymiz. Ana kichkina bola biladi. O'shani topinglar. Yana kichkina bola biladi. U mana yana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'rqmasani blogermiz, bloger ukam. Qishloqni orqaga ukam, orqaga. To'xta. Pichoqingiz tushib qo'yibdi bitta bola. Men pichog'imni tushirdim. To'xta. Ukam qara. Sani kim xafa nima edi? Ana, to'xta, uka, to'xta, gapimiz bor. Ehtiyot bo'l, sehrlayapti. Qoching! Iltimos, uka, to'xta, uka. Bo'ldi, men bilaman, aytaymi? Ha, ayt. Qattasizlar. Nima? Ha, ayt. Pastga tushing, mana ekan. Ha, gapirib berasan? Ay, kechqurun sen damlamani seni uyga yasayapman deb baqirdi. Uni kim kirganini ham men bilaman, aytaymi? Ha, kim? Unimi? Ha. Kampir tiriltirdi. Kampir o'ldirgan kampir ruhi. Eshitdingmi uka? Anani o'ldirish kerak.
Keyin sizlarni o'ldirishga bakın. Behruz seni uyda saharlayapti. Ketdi o'ldirdim. Menga farqi yo'q. Qamalib ketsam qamalib ketaman. Qani. Mana. Mo. Qochdi. Xudoga shukr. Yana tirilsachi. O yana tersak. Uyatsizlar. Bu videoni ko'rmanglar, o'ynachilar uyatsizlikda. Pastga qara. Nima qilyapsan ikkitang? Sen nima qilyapsan? Mayli. Uyalasanmi? Uyalma. Uyingda qilgin shu ishingni, jirkanch ishingni. O'g'il bo'lasan, uka. O O'sha seni jirkanch ishingni uyingda qilgin, ukam bor yo'qol. voy. Uyingda qilgin, bor o'lasan. Bola tug'adi. Mayli. Hozir tamanlashib bani. Xuddi tegmalaring. Makina. Kam tegmagin. Shuncha qishloqni o'ldirib olibmiz. Va bo'pti, men uyga ketib ozgina cho'milayman. Mashta, Mazza emas. Ana qishloqqa yozgan ham nimada bo'lgandi? To'xta, hech kim. Mana ikkita. Ikkita. Uyatsizlar mana ikkita. Bo'pti, tegma emasligi. Yana bitta. Ana u uchta. Ikkita ekan. Kuyovgin yotdi. Uyatsizlar. Bo'l, tegma emasligi. Qanaqa bola ularga tegma ukam, qanaqa bola. Tegma. Pichoqim tushib qo'ydim. Bola tug'ildi. Bola pastga tushdi. Qani deytishga birachishdi. Tik sanitar to'pman. Tik Yana bittasi ana quladi-yu. Yana ikkita odam. U ana bitta, ana maytdan bitta bola yutdi. Tik tez. Mana maytdan bitta bola yutdi. Kam, maytdan bitta bola yutdi. Ha, qutgan unda. Pastga tushib. Uchta bola bo'pti, deytishga bo'ladi. Uchta. Yana jitu nima qilib? Bog'cha qo'yamizmi deymanmi? Bog'cha quriladi shekilli. Sabzi beramizmi bu gaday bek? Shuncha sabzi o'sibdi mana qishloqning uy-do'mida. Hammasini uxlab yeyman. Shu anamga aytyapsan, anamga qurib bermabdi ani. Nima ko'rsam Assalomu alaykum, sabzilar bizga ham mana rahmat. Otingizga rahmat. Mana undan nima qo'rsanlik kale? Sabzichaka ikki qo'yasizmi? Mana undan nima qo'rsanlik kale? Sen qarama. Ha, sevasanmi buni? Sevasanmi buni? Ha? Sevasanmi? Ha? Yo'q, bu o'g'ilmalar o'rtoq gaplashamiz. Ha? Bo'pti, gaplashib o'ylay. 2 minutdan keyin chiqaman. Xo'p, bo'ldi? Ana, ikkita blokdan sakradim. 3ta blokdan sakrab o'tibman. Bo'laga tegma. Ukam. Ha? Sening yomon xabarim bor. Qanaqa xabar? Men bu qishloqni jin urdi. Nimagadi? Hozir qorayib ketdi bu. Nima? Bo'ldi, yana 2 minut video olib tugatamiz 3-qismigacha. Yur mana uyingga. Yo'q, men tugatmayman videoni. 4 minutdan keyin tugataman. Xayr. Men bilan qara, jin urgan bola, onani bolasi-yu. Voy bechora bola. Ha, goodbye. Ekan masini o'lmaydi bechorani qara. Endi bir yosh o'ltmoq. Bo'pti, yur ukam uyimga. Kechqurun balki o'qishloq aytgandir unga. Sen o'shani uyini zaharlaysan. Nima qilamiz ukam bu yoqda? Qara, mana sinami eshik yopilib ochilgan. Keyin bu yoqdagi narsalar qani? Ketamanki, esdak ko'rgan edim men kelganimda. Mana bitta sandiq, bitta divan turuvdi, lekin qayerga yo'qolib qolishi mumkin. Mana o'shanga hamma. Mayli ketdi ukam. Shunday qilmaydi. Nima qilgan? To'xta. Biz o'lganimiz yo'q ukam. To'xtadi. U kechqurun balki bo'pti, videoni tugatamiz ukam. Day ketdi. Oldimga turib ol. Day. Sizlar bilan Behruz bilan shoh ruh bo'lgan edi. Hammaga, hay do'stlar. Hammaga